Mana 95. Prosta buni o'zini qo'ysang vahimali bo'lib ketadi. Bu tomonlarda mana 85. 85 ga bu 90 ga tushaveradi bu. Do'stlar, bu Samanta anji shaftolisi mana 90 kalibrda o'rtacha holatda 90. Bu ham 90 chiqyapti. Do'stlar, mana bu tomonni oling, mana yonidan oling. Bu ham mana 90 chiqyapti. Do'stlar, Samanta anji shaftolisi ulangan shoh, e'tibor berib ko'ringlar, oqlisi daraxtga ulangan. Biz sizlarga oldi videolarda qo'yib boryapmiz. Daraxtlarda undan qo'zatmagan holatda turgan joyda yangi navga olib o'tamiz deyapmiz. Bu xuddi shunaqa qilingan ishlardan biri. Faqat bunda nav yo'qolib qolmasligi uchun Samanta navini ulab qo'yganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bitta shoxda taxminan 60 ta meva bor. Bundan bitta xohlagan bittasini uzib necha kilo, bir dona shoxdan necha kilo meva borligini sizlarga hozir ko'rsatib beramiz. Mana tarozi orqali. Mana bir dona odatiy shu taxminiy holatda 85 kalibrligi. Mana 85, o'rtacha 85-90 kalibrligi. Chunki bular hammasi 85-90 kalibrda, e'tibor berib ko'ringlar. Mana 203 gram chiqdi. Mana bu tomonda uzib qo'yilgani bor edi. Mana bunisi 206 gram chiqdi. Mana do'stlar, Samantaga baho berasizlar, rangiga baho berasizlar. Ko'rinishiga 60 donani endi bemalol ko'paytirib olishlaring mumkin. 60 tani 200 gramdan ko'paytirsalaring bitta shoxda qancha kilo shaftoli bor. Agar bu shoxdan, bu shaftolida 5 dona qo'yilganda qancha kilo olishi mumkin edi. Buni o'zlaring kalkulyatorga tushib, kommentariyaga yozinglarchi. Bu daraxtda agar 5 ta shox bo'lganda qancha bo'lardi-yu? Bitta shoxda qancha kilo bor? Bitta meva 205, 206, 200 gramdan oshiq chiqyapti. Bu shoxda hozir 63 ta, 60 ta meva bor. Ko'rib turganlaring Samanta shaftolisi bo'ladi. Buni kuzgi mavsum uchun ko'chatlarni yetishtirib qo'yganmiz. Zakaz qilish uchun 94 139 33 39 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanasizlar. Samanta anji shaftolisi pishish davridan oldin xuddi shunaqa holatda mevasini quyoshga chiqarishlarini maslahat beraman. Umuman barcha shaftoli meva turlarini ham quyoshga chiqarsalaring, mevalaringning sifati oshadi, keyin quyoshga to'yganligini hisobiga shakar moddasi ham juda ham ko'tarilib boradi. Kalibri xohlasangiz xohlamasangiz agar Samanta eksangiz, kalibri juda ham yirik bo'laveradi. Mehnatlarga like bosamiz, podpisatsiya bo'lib qo'ying. Keyingi videoda bundan ham qiziq bo'lishi mumkin, ma'lumotlar ko'proq bo'lishi mumkin. Mabodo siz kelajakda boqmoqchi bo'lsangiz, bizdan ko'chat olib adashmasligingiz mumkin bo'ladi. Mabodo adashadigan holatda boshqadan ko'chat olib adashganligingizda ham bizda shunaqa xizmatlar bor. Adashib noto'g'ri ko'chat olib qo'ygan bog'bonlarning ko'chatlarini o'zlari xohlagan sortlarga xuddi mashina qilib ulama yo'li, pindik ulamasi yo'li orqali olib o'tib beramiz. Ko'rib turganlaring oqlisi shaftolisi, mana oqlisi daraxti. Mana ko'ryapsizlar, oqlisi, mana bu tomonlarda ham oqlisi. Xuddi shunaqa bu xizmatlar ham bizda mavjud. Like bosamiz, sog' salomat bo'lamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Samanta anji shaftolisini ham yegani kelaverasizlar. Qoraligiga baho bering, qop-qora.